Abu Hurayra roziyallohu anhu bir kuni Rasulullohni ko'rgani ziyoratlarga kirdilar. O'sha vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tirib namoz o'qiyotgan edilar. Shunda Abu Hurayra so'radiki: "Ey Allohning rasuli, o'tirib namoz o'qiyapsizmi?" deb so'radilar. "Ha, Abu Hurayra, o'tirib namoz o'qiyapman." "Nega?" deb so'raganlarida, "Bir necha kundan beri taomlanganim yo'q. Holim yo'qligi uchun o'tirib namoz o'qiyapman" dedilar. Alloh taolo o'zini yaxshi ko'rgan bandalariga sinovlarning eng og'irlarini beradi. Shuning uchun ey birodar, agar ishingiz yurishmayotgan bo'lsa, ketma-ket musibatlar, g'amlar, yo'qchilik boshingiz ustida aylanib turgan bo'lsa, agar siz Alloh taoloning yo'lida uning ibodatlarini qilib turgan bo'lsangiz, Alloh taolo sizga rahmatini yozmoqchi bo'lib turibdi. Sizni gunohlaringizni kechirib, martabangizni ko'tarmoqchi bo'lib turibdi. Shuning uchun hech siqilmang. Qiyomat kunida najot topuvchilarning eng oliy darajasi bu eng ko'p musibat, sinovlarga uchragan banda bo'ladi.